Birodarlar, ustimizda turgan kun Alloh bizga taqdir qilgan kun. Sabr qilsangiz ham shu kunda turibsiz. Jazobaga tushsangiz ham shu kunda turibsiz. Rozi bo'lsangiz ham shu kun. Norozi bo'lib shikoyat qilsangiz ham shu kun. Keling birodar, haqiqiy mo'min bo'laylik. Al-Akram, o'ta karamli Robbimiz shu kunni bizga beribdimi? Demak, shu kun yaxshi ekan, chunki Robbimiz Al-Akram, karamli zot. Birodar, bergan va'damizda turaylik. Va'dani avval o'ylab beraylik. Chunki bergan va'damizga keyin xilof qilib yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Bergan pulimga rozi emasman, ishing yengil ekan deydi bittasi. Gap yo'q, keling dedim, obedgacha biz bilan birga turdi. Ishlamadi, prosta turdi. Biz yonimizda, keyin to'g'ri bansaga ketdi. Nimaga? Changga nafas qisib qoldi. Biz esa kundagi ishimiz shu. Ming arzon ishlaganingiz bilan sizni qimmatli sog'ligingizni va vaqtingizni qadriga hech kim yetmaydi. Shuning uchun qimmat ishlash kerak demoqchi emasman. Hamma narsa narx-navosiga yarasha bo'lishi kerak. Yoki-da kimdir ko'rganmi arzon narx bilan yuqori sifatni Bitcoin'da turganini. To'g'rimi? Nima deysizlar?